O'zing yaxshi-da. Men mana shu bayramda amal qilib dam olish to'g'rilabla, men qishinglarga o'taman. Opamga yaxshi qarajumi? Ha, bo'ldi. Men yo'q, ya'ni kechalarda, yarim kechalarda kelma uyga. Ha? Ma'qul, andasi. Yaxshimi, direktor? Ha, yaxshimi? Dadam tazib o'yanchadim kene direktor aka. Qanday o'yitib kelaydiganman? Kim bo'ldi bu yomon chiroylaring sulg'un? Hozir o'lib qoldi odamda kiryapsan-ku. Shu direktor shu dadamning mijoji yo'q shu. Uxlasam qopanmayaptimi deydi. Harg'inlik his qilyaptimi? Tutgan qo'yganimni faqat esimda yo'q. Shunda bir harg'inlik hech ketib bordi deydi. Unda o'zi yaxshi ekan-ku. Hozir hech kimni so'raysan. Sen turib teni olmamsan. Lekin şu adam o tekular tushmaydi de şu. Yaman qiltaq qilma. Senin dadanda chunki. Ha, nim demakchi, bir ish bilan kirdingmi? Shu ama cho'nglarning mijoji yo'q direktor. Bir hafta bir ruxsat berganman sana. Ha, ya cho'nglarni yo'qlaydigan ish bo'lsa bo'ladi ukam. Sen cho'nglarni yo'qligini ketib, keyin sen yo'qolib ketib bu yerda. Cho'nglar seni izlaydigan ish yo'q qamsin, ha? O'tgankidek. Bu akamda olmaydi. Beriblar 3000 million qilmay, uningki dadam bilan bir pach rasm tushib daqdi. Evet, aka. Ha, unda bo'lsa ukam, men yashikni ag'ash keta. Nima aka bu? Meni punchalimda bir bolla batdi işte. G'uljiq ma'nodan yuk taqlamiz ekitimiz deb. Naqshulib Mush yishing ukam qanday yashayotgan sen mush kallam bilan. Ne bas yashayotmam işte. Mavaga qara, yuk taq emas, men so'g'atma, tushundingmi? Abiyam sen deding-ku, dadam harg'in, charchaydi. Ruhsiz da'vatding-ku. Ha? Mavaga naq dadanglar ichadigan ichimlik mava. Ya'ni Urumchidan doğru keldim deb shuma. Ya, ichimlik da. Ha. Alayım. Ale. Chaqanaroq bojima. Dadang sen bag'i seni unutilib bo'lmsin, boshqalarni balam deb. Çünkü yapılan direktör özümün çoğunları boş etmeyin. Ödemli dursun bir tol geçeceğim. Anam